Bugun Milana Asal qizim bilan biz qayerga ketyapmiz, Milana? Qo'shniga. Mehmonga, bolalarni oldiga. Ko'rib kelamiz ularni. Ha, oshxonani yo'q. Ha, ularning oshxonasi yo'q, tuvatda oshxonasiga biz nyam boramiz. Ularga o'yinchoq, kiyimchalar boramiz. Borgandan keyin qimmat qiz bo'lib qolmaysanmi? O'yinchoqlaringni qizg'anib. Biz o'rtog'ini ko'rishga ketyapmiz. Sen Zumrad qiz bo'lasanmi? Ha, xizmat qilaman. Bo'pti, ha. Milana bugun bog'chasiga bormadi, chunki o'rtoqlar bilan tanishaman, o'rtoqlar bilan birga o'ynayman dedi, to'g'rimi? Men unga aytdim-da, o'zim ko'rsatdim videolarni. Milana, qara, shu mahallaga borasanmi, mana shu uychaga borasanmi yoki sadika ketasanmi, ya'ni bog'chaga ketasanmi desam, Men hozir o'rtog'ini ko'rishga ketyapman. ure! Milana nimalar beradi o'rtoqlarga? Rasm tuzadigan. O'yinchoqlar. O'yinchoqlar chiqa. Qizg'anmaysan, a? Qimmat qiz bo'lib qolmaysanmi, Milana? Yo'qqa borgandan keyin Zumrad qiz bo'lasanmi? Milana, senga korova yoqadi, sigirla. Ko'rasanmi? Sigirlar rosa ko'p bo'lgan joyga ketyapmiz hozir. Qo'rqmaysanmi? Yoqadimi senga? Jim bo'lib qoldi, qo'rqib shekilli. Qo'rqasan-a? Qo'rqmaysanmi? Yaxshi. Ana keldik, Milana. Keldik. Jonim bolam, xursand. Keldik. Ana o'rtoqlar shu. Qarova. Ana korova, qara. Qarova. Bo'ladi, kel. Mana Milana o'rtoqlarga podarka hozir beradi. Uyalib ketyapti. Uyalyapsanmi? Uyalma. Ketdik. To'g'riga yur. Bu mana uycha. Yetib keldik. Ana Asaltoy bizani kutyapti. Qalaysan? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum qil. Bor Milana. Uyaladi. Ana Yahyo akani ketidan yur. Ana o'rtoqlar. Voy, cho'milishayotgan ekan o'rtoqlar. Ana cho'm qilishyapti. Nigora, assalomu alaykum, xormi? Kayfiyatlar yaxshimi? Nimalar bo'lyapti? Mana u borkada. Mana hasharni boshlavoribmiz. Ha, boshlavordik. Bu yoqni bo'shatdingiz, a? Ha, bu yog'ini Endi bo'shatdik. sekin buzib, vaqtinchalik sizni to imorat kompaniyasidagi uyingiz bitguncha shu joyi ta'mirlab turadigan bo'lishyapti. Buni sog' bo'lsin. Ayna xavotir. Xursandmisiz? Xursandman, rosa xursandman. Ana endi Nigora opa to uylari mana shu uycha ta'mirdan chiqquncha, ya'ni o'zi imorat kompaniyasidagi uylari bahorda bitadi, ungacha mana shu joyi ta'mirlaymiz va ta'mir tayyor bo'lgungacha qo'shninikida turib turadigan bo'lyaptilar bolalar bilan. Zo'r. Mana flomasterlar sizlarga albom. Sen ham chizasan mana. Hammamiz rasm chizamiz bugun. Mana. Rahmat. Mana. Topganingizni barakasini bersin. Ilohim g'oyiblardan bersin. Kelsin. Mana. Ana, voy aslan. Mamulingizni qarang, bu reaktorskami? O'qib turadi. Voy, qo'rqav. Uyaladimi? Uyalchang uni chiqar.
Mana buni yo'qotmayman, bu anaqa qalam ochadigan bekitib qo'yasiz. Olsin. Senga yoqdimi? Milana mana shunaqa chiroyli podarkalar olib keldi hozir. Endi o'rtoqlar bilan birga o'ynaymiz. To hashar tugaguncha. Chunki hozir mana bu uychani biz Ona qo'g'uchoq. remontga tayyorlayapmiz, bo'shatib. Menga qani? Mana. Mana qayda? Mana da qayda? Mana bunday haydalar qayda? Endi bu nonlarni olish. Shirin, ukangiz ismi nima edi? Qo'qish. Muhammad Ali Xursand. Bunisini ismi nima edi? Sunnat. Sunnatulloh. Senga yoqdimi? Mana rahmatli odam ismlari Sunnatulloh edi. Bir xil ekan, mana odam bilan sani isming. Mana haydovchisi. Otisi maynimi? Mana qanday Voy, bu yerda asfalt suvlar bor ekan. baby. Bularni qorni ochmi? Yo'q. Ovqat berdinglarmi? Teming, mayli, teming. Uxlayapti, temingiz. Mana nonlarni haydaldi. Nega bo'ldi? Qani? Bu bor ekan, bu. Sabarda. Haydachi yurmaydi. Sharoitlari o'rtoqlar. Hammom yo'q. Mana shu joyda cho'miltiradilar bolalarini. O, mana hojatxona. Mana shunaqa sharoitda Toshkent chetidan men odamlar mana yashashyapti. yer qimasidan oldin ishlagan. Bu Muhammad Ali. Voy. Necha chiroyli. Bitta shu Muhammad Ali zo'r kurar ekanda. Ol asalim, ol. Voy. Kim xafa qildi? Rahmat. Sunnatulloh kim xafa qildi? Men tushunmadim. Kim? O'zim atata qilaman hozir. Qani aytinglarchi? Chiroyli ko'ylaklar. Ana sizga chiroyli ko'ylakcha. Pullaringiz ko'payib yursin degan. Wow, shirin chiroyli qizib ketadiganga o'xshaydi endi. Shaharda qizlarga bo'lib ketadi endi bu. Ana. Bo'pti mana. Hech qachon parkka bormagansiz. Allohim mana bu yerda. Rostdan. Bormagan bitta Voy asallarim. Hech kim Na bormagan, televizor bilmaydi. ko'rgan, na tezda ko'rgan, na Aylangani borgan. na aylangani borgan. nima bilan. Kichkinangiz qoldi, mayli. Hozir mana biz 5 ta bola bo'ldik. Milana xursandmisan? Mana bolamni qarang xursandligini. Voy, sog'lim. Jonim, bu yaxshi ko'radi ko'p o'rtoqlarni. Sen xursandmisan? Tashavorsiz rasmni ko'ramiz. Ketdik ana. Yig'lama asalim. Biz morojniy ketyapmiz, parkka ketyapmiz. Ana parkda aylanib kelasizlar. Biz boramiz, orqadan. Ha. Moshina chaqirib yuboringlar. Osib, ketdik, bo'ldi. Boshni chaqiramiz. Hayır. Hayır, hozir qo'yingan boradi. Hop, boraman, moshina jo'natishga. Hayır. Hamma xayr qilsin. Ketdik. Xursandmisizlar? Ha, mana xursand bo'ldim. Mani bolam ham xursand, qaranglar. Sening bolamman. Sunnat ham ketgan yaxshi bo'ldi. Billa barga qo'y. Yechamaydi. Onasi bo'lmasa. O'g'lim hali kichkina deb bo'lmasa uni ham olardik. Nasibes qo'shilgan ekan, diqqat. Mana biz Tashkent City Mallga keldik. Hozir o'rtoqlar ikkita qo'limizni ushlaymiz. Oyog'imizni qo'yamiz, xo'pmi? Zinaga, ana Milana bilan birga. Sekin. Diqqat bo'ling. Birinchi marta bu. Bolalar ular birinchi marta kelishdi. Assalomu alaykum. O'zimizdan shunaqa deb o'ylayapman. Ha, aylangani olib keldi. Sekin.
hozir yana chiqamiz chunki lift o'chirildi shunga o'chirish bo'lgani uchun yana chiqamiz. Nima? Qo'rqmasma, qo'rqmang. Zavqi bor-ku o'ziga yarasha. Yoqdimi sizga Salim? Ay, jonim.